Autizm holatini biz aniq tashxis qo'yish uchun u belgimi, yo'qmi, simptommi yoki u holatni o'zi kechyaptimi unda deyish uchun biz bolani millatini, ijtimoiy kelib chiqishini, oilasini, ota-onasi kimligini hisobga olishimiz kerak. Dedingiz. Demak, bu holat yoki bu kasallik deymizmi yoki sindrom deymizmi autizm. Mana bu narsa unga sabab bo'ladi deb haligacha topilmagan demak. Genetik faktor, muhit faktori. Yo'q. Ha, u kuni yaqinda bittasini ko'rib qoldim. Jar urib aytayapti, genetika deb turin. To'g'ri. Qarang, mana masalan insult aniq aytamiz. Insult nimadan bo'ldi, qanaqa insult turi bor. Agar klinikasi ham bu uchraydi desa, uni aniq bitta tekshirtirasiz. Diagnostikasi ham aniq, qiyin emas. Autizmni bugungi kungacha kim nima desa desin, aniq mana shu sabab bo'ladi deb sababini hech kim keltirib bera olgani yo'q. Agar kimdir keltirib bergan bo'lsa ham, bular ham bir versiyalardan bittasi. Yo'q sababi. Uni bugungi kungacha men sizga aytaman, ota-onalar menga mana shu bir qop tekshirish bilan keladi. Bir qop tekshirish bo'ladi. Autizmni tashxislab beradigan tekshirish usuli, yangi rentgenmi, MRTmi, MCKTmi yo'q yoki qon tahlillari yo'q. Demak, biz bolani miyasini MRTsiga qarab turib, bunda autizm bor deya olmaymiz. Yo'q.